Uyg'ur xattotligi Uyg'ur madaniyat xazina javharlarining eng oliy bir turi. U ovozsiz muzikaga, jonli rasmga o'xshaydi. Bir parcha nafis husn xat asri nihoyat yuqori estetik qimmat va badiiy jalbkorlikka ega bo'lib, kishini zo'qlantirib, kayfiyatini urg'utadi. Uyg'ur husn xatlari obrazliq, tabiiy, nafis va o'ynoqdir. Güzel husn xatlar jo'shqin ham muloyim, chiroyli ham o'zgacha bo'lib, ba'zilari chip ketayotgan tulparga, ba'zilari o'rkash yasigan tog' tizimlariga, yana ba'zilari shirildab eqiyotgan suvga o'xshaydi. Kishini go'zallik tuyg'usi cheksiz xiyolga qaynamaga boshlaydi. Dunyodagi har qanday tilning xattotligi yeziqdan foydalanib hamda uning shakl go'zalligiga tayinib, shu yeziqning boshqacha qiyofatini borliqqa keltiradigan san'atdir. Uyg'ur xattotligi tarixdan buyon ta bugunga qadar ko'plagan go'zal asarlarni borliqqa keltirib, yeziq bilan san'atni abjil birlashtirib, uni til bilan ifodalagili bo'lmaydigan, ammo qalbimizdan his qilg'ili bo'ladigan yuksaklikka yetkazdi. Uyg'ur xattotligi Uyg'ur madaniyat san'atining bir qismi bo'lib, ifodalanish shakli yoki go'zallashtirish va qo'llanish jihati bo'lsin, o'zgachilikka ham muqaddaslikka ega. Tirishchan, jasur Uyg'ur xalqi ixlosmandligi va chevarligi bilan nurg'un go'zal san'at asarlarini yaratdi. Bunun ichida xattotlik Uyg'ur til yoziq san'atining vakillik xarakteriga ega bo'lib, jamiyatning har soha qatlamlarigacha o'zining san'atlik va odam tarbiyalashdek eng oliy ta'sir kuchi bilan ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Husn xat yoziqdan ishlangan kashta. Tabiiyki, husn xatning kashtiga o'xshash chiroyli ishlangan xilma-xil nusxalari bor. Bu har xil nusxalar o'zgacha ishlangan guldek xattotlik gulzoriga zinnat, tomoshabinlarga lazzat berdi. Davr taraqqiyoti xalqimizning madaniyatga bo'lgan safosining to'xtamasdan o'sishi va o'zlik, kimlik ideyamizning kuchayishiga ergishib, o'z til yoziq san'atimizmi jamiyatdagi har soha qarindoshlarga xattotlikka o'xshash o'z madaniyat meroslarimizni qo'g'dash, uni taraqqiy qildirish va uni qadrlash, qadr qimmatini ko'tarishga chaqirmoqda. Husn xat billa dunyoda mening so'ygan nigorim, menga yandosh, yana sirdosh, qalbdosh dil xumorim. Emasman o'zgiga tashna, teshi guldur ichi ma'no. Uningsiz tanlashim nada, husn xat yo'qi bor. Bilib yetdim ko'ngil qancha, beg'ida so'g'isi shuncha. Ko'ngilsiz men o'lay deyman, go'yo u ro'ziga harim. Muhabbat ishqida majnun bo'lib, cho'llar aro yursam, divon rayhonlari men uchun echilgan gulbahor. İcazet bo'ldi bir daryo ichida cho'milay desam, qilay parvoz desam ko'kda, sulus mardona sarimdir. Anga qo'shmoq mening umrim go'yoki xati to'amda, go'zallik boshchisidir men abadga chin